Endi uyni pastiga mana shunaqa qilib tushib olsanglar bo'ladi. Pervi litsoga rang ko'taradiganlar buni albatta ko'rishinglar kerak. Men buni videolarga ko'rib ishonmagandim. Yangi pritsel bor ekan. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan har doimgidek Policy Bagman. Bugungi yangi qiziqarli va foydali videomizda sizni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi videomiz ishonaveringlar, men 100% kafolat beraman, sizlarga foydali va qiziqarli bo'ladi. Bugun sizlar uchun TikTok va Instagramni portlatayotgan bug va lifehack videolarni olib qo'yganman. Hozir har bittasini sinab ko'rib, qani o'xshaydimi, yo'qmi, qaysi biri foydali, qaysi biri foydasiz, hozir hammasini video davomida birgalikda bilib olamiz. Video boshlanishidan oldin bir gapni aytib qo'yay. Shunchaki video ko'rib siz 100 yutib olishingiz ham mumkin. Qanaqa qilib desanglar, shu videoga like bosasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar va kommentariyada kirib любой so'z yozib, orqasiga ID'larni qo'shib qo'ysanglar, keyingi videoda ikkita 60 yusi g'oliblarini aniqlab olamiz. O'tgan videomizda ham ikkita 60 yusi qo'yilgan edi. Ikkita g'oliblarni videoni oxirida aniqlab olamiz. Qaytgancha shuncha mehnatimiz qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosish esinglardan chiqmasin. Biza 8 mingta bo'lishimizga juda ham oz qolgan. Bitta obuna bosib qo'ysanglar, biza tezroq 8 mingta bo'lib olar edik. Bu videoni o'tirib yoki bemalol yotib olib ko'rishni maslahat beraman, chunki bugungi videomizdagi buglar sizlarni sakratib olishi mumkin. Yaxshiroq joylashib olgan bo'lsanglar, unda biz videoni boshladik. Videomizdagi birinchi bug video tushuntirib boraman. Eventni o'zi chiqazib yoradi, soniya beradi. 3 soniya qolganda mana shunaqa hassani ushlab sakrab, parashyutni ochsanglar, eventni o'zida qolib ketar ekansizlar. Samolyot mana shunaqa bug bo'lib qolar ekanda, sizlarni pastga tushirmas ekan, eventni o'ziga qolib ketar ekansizlar. Biz sinab ko'ramiz, qani ketdik. Tak, mana hassani oldim, o'rtani ochib, xo'sh, bizda 8 soniya qoldi. 3 soniya qolganda sakrasak bo'ladi. Tak, faqatgina hassa kerak ekan. Hassani ushlaysiz va parashyut bosasizlar. Qani bizga o'xshadimi, yo'qmi? Xo'sh, qani? Yo'q. Shuncha kutganim, shuncha harakatim, voy, o'xshamadi bolalar. Bitta urinishda qildim. Men ikkinchi marta urinishga umuman sabrim chidamaydi, chunki dobbi ochdim, o'rtaga tushdim, o'rtani kutdim ochilishini, o'rtani ochib hassani oldim, keyin event chiqazib yorishini kutdim. Oho, vashshe ko'p ishlar bo'lib ketdi. Biza bitta urinishda qilib ko'rdik, o'xshamadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar. Sizlarda o'xshadimi, yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar sizlar qilib o'xshatgan bo'lsanglar, shunday videoga olib Telegram kanaliga jo'natsanglar, Telegram kanalimiz mana bu tepada ko'rinib turibdi. O'shani qidirib Telegram kanalimizga jo'natsanglar, sizlar bilan birgalikda sinab ko'ramiz. Endi esa biz hozir ikkinchi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Ikkinchi bug videomiz juda ham qiziqarli bug video. Birinchi litsoda rang ko'taradiganligi juda ham asqotadigan bug video ko'rishingiz mumkin. Hozir birinchi litsoni 3-litsoga o'zgartiradi. Bilasizlar, birinchi litsoda rang ko'targanga kirsanglar, 3-litsoga umuman o'zgartirib bo'lmaydi. Mana shunday qilib hozir 3-litsoga o'tkazib oldi. Hozir biz ham sinab ko'ramiz, qani ket. Hozir bizda o'xshasa bo'la, tasavvur qilyapsizlarmi? Voy, vashshi bomba bo'ladi. Xo'sh, mana pervi litsoga o'yinga tushib oldik. Xo'sh, mana shunaqa qilib kamerani sal uzoqlashtirib olasizlar va bitta emotsiya qilishingiz kerak. Bitta emotsiya qilasizlar va X-ni bosasizlar, arujani ushlaysizlar va arujani bosasizlar. Mana shunday payt o'tirishni bitta bosasizlar. Voy, ko'ryapsizlarmi bolalar? Bittada o'xshadi menda. Voy, bo'ldi, men endi pervi litsoda rang ko'taraman bolalar. Ko'ryapsizlarmi? Pervi litsoga shunday tushasizlar, 3-litsoga qo'yib olasizlar. Bo'ldi. Ban bermaydi PUBG, bunga albatta ban bermaydi, chunki PUBGning o'zini xatosi bo'lmaganda ban berar edi. Bizda bittada o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar. Bu videoni pervi litsoda rang ko'tarayotgan o'rtog'inglar yoki do'stinglar bo'lsa tashlab qo'ysanglar, juda ham savobli ish qilgan bo'lasizlar. Bizda o'xshadi, sizlarda ham o'xshadimi, yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. Xo'sh, endi 3-videomizga o'tadigan bo'lsak, Instagram ko'rib turganimga mana shu video oldindan chiqib qoldi. Yangi pritsel. Men bu videoni ancha oldin, juda ham trendga chiqib ketganini ancha oldin ko'rgandim, ishonmagandim. Xo'sh, WoW kartada shunaqa pritsel bor ekan. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Mana bola o'sha WoW kartaga sekin kirib olyapmiz. Bu WoW karta kodini Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Telegram kanalimga o'tib, obuna bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Aytgancha Telegram kanalimizga 660 yuzlik konkurs ketyapti. Qatnashib qo'ysanglar, tekinga 660 yuzi yutib olishingiz mumkin. Xo'sh, mana WoW kartaga kirib oldik. Tak, biz ham magazinga borib ko'ramiz, qani o'sha pritsel bor ekanmi. Mana yangi pritsel bor ekan bolalar. Tak, 0 sotib olamiz.
Xo'sh, qo'yish kerak buni adashmasam. Tak, mana qo'ydik. Qanaqa ko'rinar ekan bizga? Vo! Ko'ryapsizlarmi bolalar? Qanaqadir qo'lni tak turibdi. Qanaqa zo'r degan ishorami, qanaqadir ishorani ko'rsatdi. Zo'r degan ishora ko'rsatib turibdi. WoW kartada shunaqa yangi pritsel bor ekan. Ko'ryapsizlarmi bola pritsel turishini? Sinab ko'ringlar, juda ham qiziqarli. YouTube'ga, TikTok'da, Instagram'ga shunaqa videolar olsanglar bo'ladi shu WoW kartaga kirib. Aytganimdek, WoW karta parolni, kodini Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimiz silkasini kommentariyadan yoki opsiyadan topishingiz mumkin. Yoki mana bu tepada ko'rsatib turgan yozuvlarni yozsanglar Telegram kanalimiz chiqib keladi. Telegram kanalimizga kirib, WoW karta kodini olib, bemalol sinab ko'rsanglar bo'lar ekan. Lekin juda ham qiziqarli pritsel ekan. Xo'sh, bizda o'xshadi. Endi esa biz keyingi videomizga o'tamiz. Qani ketdik. 4-bak videomiz ko'rishinglar mumkin. Velosiped orqali bo'ladi. Velosipedni mana shunaqa tikib qo'yib olib, orqasiga o'tirib tushsanglar, teksturani ichiga tushib olsanglar bo'lar ekan. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. 4-bak videomizga o'tadigan bo'lsak, boyagi bak video ko'rishinglar mumkin. Uning lokatsiyasi Rumsda mana shu joyda ekan. Xo'sh, podvalda eshigini buzib olamiz. Velosiped bilan endi tushib olishimiz kerak bo'ladi. Tak, velosipedimiz chiqilib qoldi. Xo'sh, tushib olishni bosib, yana sumkaga kirib, qaytadan ishlatishni bosamiz. Xo'sh, hozir ancha sinab ko'ramiz. Bir emas, bir 5-6 ta imkoniyat taqib ko'ramiz. O'xshasa o'xshaydi, bo'lmasa o'xshamaydi. U oldin qilingan bag bo'ladi. O'shaning uchun hozir qani sinab ko'ramiz. O'xshasa vashi bomba bo'ladi. Birinchi mana shu burchakdan qilib ko'ramiz, qani o'xshadimi, yo'qmi. Tak, sakraymiz va orqaga o'tirish yo'q. Voy, velosiped qani? Tak, mana bu yerga paydo bo'lib qoldi. Qani endi mana shu burchakdan qilib ko'ramiz. Aslida videoda mana shu burchakdan qilib ko'rsatgan edi. Hozir qani biz ham sinab ko'ramiz, o'xshadimi yo'qmi. Birinchi urinishimiz umuman o'xshamadi. Tak, qani orqaga o'tirish yo'q, velosipedni o'zi kirib ketyapti. Biz kirib keta olmayapmiz. Tak. Xo'sh, 3-urinishimiz. Turamiz, sakraymiz. O'zi tushirib yuboradi, keyin orqaga o'tirishni bosib, sirazi transportdan chiqishni bosamiz. Qani o'tirib chiqish. Vo! Ko'ryapsizlarmi bolalar? 3-urinishimizda o'xshayapti. Voy! Uyni pastiga tushib oldik, ko'ryapsizlarmi bolalar? Teksturani pastiga. Bu bagimiz bizda o'xshadi. Sizlar ham sinab ko'ringlar. Bu bagni tezroq olib tashlamasdan oldin sinab ko'rsanglar, vashi bomba bag ekan. Zonani shu joyga bersa yoki sherigilarga maqtansanglar bo'ladi, shunaqa bag qilib. Qaytarib o'taman, yana aytib o'taman bolalar. Bunaqa baglarga PUBG ban bermaydi. Agar bunaqa baglarga PUBG ban bersa edi, meni akkauntim haliga 10 yil emas, 20 umrbodga ban olib ketardi. Chunki bu akkauntda men joski baglarni sinab ko'rganman. Bizda o'xshadi, sizlar ham sinab ko'ringlar, bajarib ko'ringlar. Sizlarda ham o'xshadimi, yo'qmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanaqa qilib chiqamiz deganlar uchun shunday sakrab chiqib ketsanglar bo'ladi. Endi esa biz sekingina o'yindan chiqaveramiz. Qani ketdik. Mana bolalar, bugungi videomizda bir emas, 4 ta eng qiziqarli lifehack va bug videolarini sinab ko'rdik. Qaysi biri sizlarga eng yoqqani bo'ldi, shuni ham kommentariyada yozib qoldirish esingizlardan chiqmasin. Bugungi videomiz sizga qiziqarli va foydali bo'ldi degan umiddaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, shu videoga bir dona like ni bosish esingizdan chiqmasin. Chunki biz ham tezroq 8000 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Qaytgancha bir narsa esingizlardan chiqmasin. Shunchaki videomizni ko'rib, UC ham yutib olishingiz mumkin. Albatta bu kommentariyadan. Telegram kanalimizga kirsanglar, kattaroq UC, ya'ni 660 UC'lik konkurs bo'lyapti. Tekinga uni ham yutib olishingiz mumkin. O'tgan videomizda 2 ta 60 UC g'oliblari shular. Keyingi videoda 2 ta 60 UC g'oliblarini aniqlab olamiz. Yana eslatib o'taman, videomiz yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosishni unutmaysiz degan umiddaman. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Policy Bagman bo'ldi. Bye bye.